Qadimgi tabobatda aytilishicha, oq tutning mijozi birinchi darajada issiq, ikkinchi darajada ho'l. Shirin navlari ikkinchi darajada issiq. Mevasi iste'mol qilinganda yaxshi qon hosil qiladi. Qurib miyani namlaydi. Ichki a'zolardagi tiqilmalarni ochadi. Jigar, taloqning holatini yaxshilaydi. Tanani baquvvat qiladi. Jinsiy quvvatni oshiradi. Buyrak yog'ini ko'paytiradi. Siydiqni haydaydi. Ichni va barcha qattiqliklarni yumshatadi. Qon bosimi oshganda uni pasaytiradi. Qizilchani davolaydi. Tutning xom mevasi ezib, sirka bilan aralashtirilib, yuza qo'llanilganda teridagi yoriqlar va allergiyani davolaydi. O'rta Osiyo xalq tabobatida oq tutning mevalari ovqat hazm qilishni va qon yaratish a'zolarining ishini yaxshilash uchun kamqonlikda, surunkali pankreatitda tavsiya etiladi. Revmatizmda, bo'g'imlarning degenerativ kasalliklarida oq tut mevasining qaynatmasidan tayyorlangan vannalar qabul qilinadi. Balq tut mevasi oshqozon va 12 barmoqli ichakning yara kasalliklarini davolashda ham qo'llaniladi.